Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti birinci qatımlıq Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin elan qılğanlığının 91 yıllığı və ikinci qatımlıq Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin elan qılınğanlığının 80 yıllığını, Şərq Türkistan sürgünde hökuməti qurulğanlığının 20 yıllığını xatırlaş münasibəti bilan 2024 yılı 12-13 noyabr günləri Washingtonda Şərq Türkistan siyasi hərəkət yığını çağırdı. Washington vaxtı saat 3'ten 5'gacha çağırılgan yığında dünyanın hər qaysı joylaridan kelgan muhaciratdagi Şərq Türkistan vakilləri, hökumət rəhbərləri, alim, ulamolar, planlagıcılar, Şərq Türkistan dostları qatnashib, Xitoyning davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi mustaqillik ko'rishimizni ilgari surish strategiyasini muzokara qildi. Yig'in marshimiz orqadan Şərq Türkistan sürgünde hökumatining bosh ministri Abdulahad Nur apandining duo qilishi bilan boshlandi. Aciz kishilarga yordam berish projektining raisi Şərq Türkistan do'sti Jason Jones muhim so'z qilib, dunyoda yuz berayotgan zulmlarni, zolimlarni aybladi. Mustaqil hör Şərq Türkistanға bo'lgan umidi, ishonchini, Xitoyning bostirishida zulm ko'rayotgan har qaysi din mansublari va xalqning erkinlikka erishishiga bo'lgan tilaklarini bildirdi. Jason Jones apandi yana Şərq Türkistanning mustaqilligi uchun elib berilgan kurashning insonlarning mustabid hokimiyatga qarshi turish nupuzini yuqori ko'taradiganligini, Xitoyning necha 10 yillik ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun dunyoviy ittifoqning zarurligini ta'kidladi. Şərq Türkistan sürgünde hökumətinin Cumhur Reisi Dr. Məmti Minəli apandi açılış nutqu sözləb mundaq dedi. Hörmətlik əpəndilər və xanımlar, bugün biz dünyadakı bu çoğ şəhərə yığılıb 1933 yılı qurulğan 1-ci Şərq Türkistan Cumhuriyetimizin 91 yıllığını, 1944 yılı qurulğan 2-ci Cumhuriyetimizin 80 yıllığını və Şərq Türkistan sürgünde hökumətimizin 20 yıllığını təbrikləb atımız. Diqqatga sazavarki, bu üç hadisini bağlab turayotgan mundaq bir o'rtaq kun bor. 12 noyabr. Ehtimal bu kunning qandaq ahamiyatga ega ekanligidan hayronlik his qilishimiz mumkin. Amaliyotda bu otliq g'ozi Yoqubbek 1864 yili Qashqarni fath qilgan kun. Rahbarlarimizdan Sobit Domillan bilan Ilhom To'ra bu kuni Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilganligini rasmiy jakarlagan. Ular bu orqali muhim bir siyosiy shajarini yaratgan, ya'ni o'zgacha muqaddas va mangulik bir izchillikni yaratgan. Biz ma'lum bir muhim ishni qayta takrorlash orqali qasamimizni, o'zimizni beg'ishlashni va aqidamizni yanglab turishga moyil. Biz har kuni o'zimiz haqiqiy so'ygan insonlarni men seni so'yman deganda hargizmo hissiyotimizni zerkarlik va mexanikalik shaklda bildirgan bo'lmaymiz. Balki ularga bag'ishlangan hissiyotimizni qayta urg'utilgan va jonlangan shaklda yangilaymiz. Bu bizning duolarimizda, murosimlarimizda, o'ylarimizda va harakatlarimizda ko'p yuz beradi. Har bir takrorlik orqali o'zimizni qasamimizda yangilaymiz. Bu orqali hayotimizda nimani qadrlaydiganligimiz, so'yadiganligimiz va uning uchun kurash qilganligimiz haqidagi irodamizni, aqidamizni yangilaymiz. O'tganki 160 yilda ajdodlarimiz bir armonda bo'lib, bir umidni qilib va bir nishonga ishinib keldi. U bo'lsa-mu erkinlik. Ular bu armonni tuproqimizda 3 qatim amalga oshirish orqali bizning erkinlikka bo'lgan irodamizni, bizning yiroq ajdodlarimizdan keladigan yuksak irodamizni mavjudligimizning mohiyati sifatida mangulashtirdi. Bu hör bir ulus sifatida mustaqil davlatimizni qayta qurgandila yana qayta mumkin bo'ladi. Bu vaqtda biz zaminimiz va bizga kelgan va biz ketadigan tuproqimizga Allohning marhamati bilan qayta qadam bosamiz. Hurmatli qarindoshlar, omonat sifatidagi bu erkinlikni qayta qo'lga keltirish bosh tortib bo'lmas bir burchdir. Biz mustaqilligimizni qayta qo'lga keltirishdan iborat bu vazifani avlodma-avlod davomlashtirish orqali ma'naviyatimizni yangilashimiz va qayta asliga keltirishimiz kerak. Bu kunda, ya'ni biz ham kurash qilayotgan bu kunda bu erkinlikni amalga oshirgan Yoqubbek, Sobit Domillan va Ilhom To'radek shodlikqa cho'mimiz. Biz hozir Amerikada Donald Trump 47-navbatlik Amerika prezidenti bo'lgandan keyingi tarixiy shodlik, umid va g'ururni ko'rib turibmiz. Trump Amerikaliklarning kelgusiga bo'lgan umidini yangiladi. Butun dunyo ham Amerikaning dunyoviy rahbarlik rolini qayta joriy qildirib,
adil, bexatar va taraqqiy qilgan kelgusini qayta qurishni umid qilyotidi. Biz yashayotgan dunyo 10 yildan burungi dunyoga qaraganda texmo xatarliklashdi, murakkablashdi. Hokim mutlaqlikning qayta bosh ko'tarishi, kommunizmning singib kirishi va sun'iy aql ham yuz tonish texnikasidek o'tkir texnikalarning qo'llanilishi dunyo xalqlarining erkinligiga tahdid shakllantiradigan mustabidlarga yordam beryotidi. Dunyo kunsiri ikki qutblashyotidi. Dunyoviy to'qinishlarning urug'lari chechilyotidi. Agar demokratiya qo'g'dalmasa, hokim mutlaqlik bitchit qilinmasa, biz dunyoviy raqamlik turmaga mangulik qamalishdan iborat xatar ostida qolamiz. Bundaq turma hozir Xitoyda amaliylashtiryotidi. Hozirgi bo'linish hargizmi kapitalizm va kommunizm o'rtasidagi bo'linish emas, balki xalqning erkinligi bilan hokim mutlaqchilikning hayotga, erkinlikka va insoniyatga qarshi kun tartiblaridir. Tarixda erkinlik hech bir zamon hozirgidek tahlikaga duchor bo'lib boqqan emas. Buning aniq misoli shuki, Xitoy hali ham irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi va buningga qarata erkin dunyoning hech qanday bir ayblashi bo'lmagan ahvol ostida texmo jasoratlanyotidi. O'zining cheklimsiz urush strategiyasi bilan butun insoniyatni qul qilishga qarab ilgarilayotidi. Xitoyning cheklimsiz urush strategiyasi insoniy va insoniysiz bo'lgan barliq vositalarni qo'llanish orqali Amerika yetakchiligidagi g'arbni bitchit qilib, o'zining hukmronligini g'arb ojizlashgan va o'ziga qarshi kuch qolmagan ahvolda o'rnatishni ko'rsatdi. Bu urush adaqqi nuqtada Xitoy ustunlikni o'rnatishni nishon qilgan. Xitoy ustunligining tarixini Xitoy modern ulusining otasi Sun Jungshanning parlaq yillariga surish mumkin. 100 yillar muqaddam u dunyoni haqiqiy va iqtidorli bir irqning, ya'ni Xitoylarning boshqarishini armon qilgan. Uningcha bu irqqa xiris qila oladigan faqat Anglo-Saksonlar edi. 100 yillik bu armon dal Xitoyning g'arb kuchlari ostida chaylangan 100 yillik xo'rliqidan manbalangan. Agar bir ulus o'zining xo'rliqidan siyosiy qurol sifatida foydalansa, u qisos elishga bel bog'lagan bo'ladi. Bu qisos qarg'u, vayron qilg'uch va tasavvur qilg'usizdir. Xitoylar Xitoy Kompartiyasi tarafidan necha yildan beri elib berayotgan kasalman va psixotik adolat qarashi bilan manipulyatsiya qilib kelinyotidi. Ular qon to'kishni o'zining xo'jayin irqligini asliga keltirishdagi ma'naviy tozalash deb qaraydi. Bu yerdagi cho'nqur mantiqa shuki, xo'jayin irq o'zini shuncha uzun xo'rlagan dunyoni ko'rib boqmagan tarzda qisos elish yo'li bilan cho'qim xo'rlishi va shu orqali dunyoning markazi bo'lishdek uzoq muddat kechikib ketgan muvofiq o'rniga qayta chiqishi kerak. Bu Xitoyning nishoni. U ham bu nishonini hech yiqmasdan dunyoga bildiryotidi. Xitoy qon izlayotgan bir ajdihor. Bu ajdihor endi bir sirliq totem hayvoni emas, balki ko'z oldimizdagi real jonivorga aylandi. G'arb qonichar bu ajdihorning tishiga tegmaslik uchun uningga savdo fursatlari va iqtisodiy manfaatlarni berdi. Diplomatik nazokat ko'rsatdi, do'stona aloqada bo'ldi va siyosiy kengqo'saqlik qildi. Ammo bularning hammasi bu ajdihorni texmo hatavur, parvosiz, xatarlik va kuchli qildi. Chidashqa bo'lmaydiganga chidash, chidovchini chidovsiz shaklda vayron bo'lishga duchor qiladi. Ajdihor bilan elishish uchun yo bir ajdihor yoki uningdan kuchli bo'lishimiz kerak. Uningdan boshqa yo'l yo'q. Qachish yo'limi ham yo'q. Bu ham qadimgi ham kunimizdagi urushning qonuniyatidir. Urushda yo vayron qilsan, yo vayron bo'lasan. Sen ajdihorning tabiatini o'zgartirmaysan. O'zgartaman desang, yo o'zingni baloga tiqsan, yo xomxayolga patqan bo'lasan. Valanki bu ajdihorning oldida hech qanday bir xomxayolga o'rin yo'q. Chunki u shu qadar real, tahlikalik, kuchaygan va irodalik. Trump hukumati bu ajdihorga yana qaytadan duch keladi. Bu ularning eng cho'ng xirsi. Uning rahbarligi ostidagi ilgirki hukumat vaqtida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi boshlangan edi. Bu qirg'inchilik prezident Jo Bayden davrida texmo yomonlashdi. Hozir Xitoy hali ham bu irqiy qirg'inchilikni davomlashtiryotdi. Agar Xitoy eng xatarlik tahdid bo'lsa, bu tahdidning mohiyati shuki, hali ham irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoyning o'ch elishidan qo'rqib, hech kim uningga gap qila olmayotdi. Agar Trump mo Xitoyga hech nima deya olmasa, Xitoy bizni texmo jasoratlanib pak-pakiz qirib tashlab qolmasdan, balki sizlarni g'arbga bo'lgan tarixiy xo'rliqqa qarta intiqom olish uchun pak-pakiz yo'qotdi. Agar Amerika bizga qilinayotgan bu jinoyatni to'xtatishga harakat qilmasa, uning Xitoyni mag'lub qilishiga bo'lgan axloqiy nufuzi qolmaydi va dunyoning boshqa joylarida yuz bergan insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblay olmaydi.
Мен yangi Amerika hökumətinin ma'lum ma'nodan bizning irqiy qirg'inchilikqa uchrashimizni keltirib chiqargan va Xitoyga 4 yil vaqt berib qo'yib, uning Xitoy davlatlar ittifoqini kuchaytirib, Amerika boshchiligidagi dunyo tartibiga tahlika ilib kelgan ilgirki xatoliqidan savoq olishni umid qilaman. Amerika hozir Amerikaning kelgusini emas, balki insoniyatning taqdirini belgilaydigan mavjudlik xirslariga duch kelyotidi. U xatarlik to'rt ko'cha oldida. Har bir tanlashning halqiliq va hatto ajallik oqibati bor. Xotirjamlik yoki chishiga tegmaslik Amerikani va dunyoni Xitoyning tahdididan qutuldira olmaydi. Amerikadan iborat bu buyuk davlatga osoyishlik tilayman. Shundaqla vatanim Sharq Turkistonning aman bir kuni xuddi Amerikadagilar erkin, kuchlik va mustaqil bir davlat bo'lib qurilishini tilayman. Rahmat dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Sharq Turkistonning qutulishi, adolat va mustaqilligiga erishishning dunyoning mas'uliyati ekanligini, buning uchun xalqaro jamiyatning jiddiy harakatga o'tishini talab qilganligini aytgandan keyin Sharq Turkistonni tunishtirib, Sharq Turkistonning sharqdagi turklarning besilingan yurti ekanligini, ming yillar asrlardan beri afzal jug'rofiylik o'rni, keng yer ko'lami, tabiiy boyliqlari tufaylidan tarixdagi imperiyalarning xirislarining nishoni bo'lganligi, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishini o'ngishliq elib berishining ul tashiga aylanganligini, Sharq Turkistonning Xitoyning energiya boyliqlaridan foydalanish, iqtisodiy, siyosiy jihatdagi ulug'vor g'oyalarining nishoniga aylanganligi, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi O'rta va Janubiy Osiyoga, O'ttir Sharqqa kengayish nishoniga yetishda afzal sharoit bilan ta'minlaydiganligini, buning yolg'iz siyosiy va iqtisodiy jihatdagi mustahkamlashlar emas, balki harbiy jihatdagi kuchayishiga foydali ekanligi. Xitoyning bu yerda 2.700.000 Bingtuan askarlarini o'z ichiga olgan 3 milliondan ortiq askarining borligini, Sharq Turkistondagi Hindo-Yevropa irqiga tava bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarning asrlardan minglarcha yillardan buyon yashab kelgan mustaqil davlati ekanligini, atalmış Xitoy davlati va Xitoy xalqi bilan mayli kultur, iqtisod, siyosiy, milliy kimlik, diniy e'tiqod, territoriya qatorliq jihatlarni o'z ichiga olgan har qanday taraflarda hech qanday bog'lanishning, aloqasining yo'qligini, bugungi necha 10 yildan buyongi Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi, irqiy qirg'inchiligi natijasida necha ming yillik barliq meroslarning tahdidga duch kelib, xalqaro jamiyatning jiddiy harakat qo'llanib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish natijasida necha ming yillik barliq meroslarning tahdidga duch kelib, xalqaro jamiyatning jiddiy harakat qo'llanib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish orqali xalqini erkinlikka erishtirishning zarur bo'lib qolganligini, Sharq Turkistonning uzun yillik egilik huquqliq, qonunliq mustaqil davlat ekanligini, keyin tadqiqot natijasidan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi hozirgi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek qatorliq turkiy xalqlarning 6400 yillik mustaqil davlat qurib yashash tarixiga ega Hindo-Yevropan turk xalqiga tava ekanligini, bu xalqning birlashib o'zgacha madaniyat va milliy kimlik borliqqa keltirib, O'rta Osiyoda va atrofidagi rayonlarga cho'nqur yildiz tortganligini, o'tgan 2000 yil jarayonida Sharq Turkiston xalqining nurg'ulg'an mustaqil davlatlarni borliqqa keltirganligini, o'zliksiz turda egilik huquqliq o'z-o'zini idora qilish an'anini aks ettirganligini, eng oxirida 91 yilligini xotirlayotgan 1933 yili e'lon qilingan Jumhuriyat va 80 yilligini xotirlayotgan 1944 yili e'lon qilingan ikkinchi qatimliq Jumhuriyatning e'lon qilinish, yiqilish tarixi va sabablarini, muntazam harbiy kuchiga ega Sharq Turkiston Jumhuriyatining Sovet ittifoqining aralashishi natijasida 1949 yili 10 oyda Xitoyning ishg'oliyatida qolganligini, Sharq Turkiston xalqining izchil turda Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turib, mustaqillikni asliga keltirish ko'rishini bo'shashtirmay qilib kelayotganligini, Barin inqilobining portlash orqa ko'rinishi va bostirilishini, shehidlarimizning ro'yining bizga mustaqillik ko'rishini bo'shashtirmay qilishga ilhomlantirganligini, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin xalqimizning mustaqillikqa intilishiga yangi umidlarni ato qilsa-mu, Xitoy istixbarotining mustaqillik ko'rishiga davomli to'solg'i bo'lib kelayotganligi, Sharq Turkiston Milliy Majlisining oqibati, 2004-yili Sharq Turkiston surgunda hukumatining qurilishi, toki hozirgacha nurg'ulg'an to'solg'ilarga duch kelayotganligi, shundaqdimi davomli Sharq Turkistondagi ovozini chiqara olmayotgan xalqning ovozi bo'lib kelganligi,
davlatlar va xalqarалық tashkilotlardan Xitoyning jinoyatini surishti qilishni talab qiladiganligini, yana bir qatam erkin mustaqil egalik huquqliq davlat deb e'tirof qilinmoqcha kurashni davomlashtirish va'dasidan yanmaydiganligi, 2014-yildan beri Xitoyning xalqimizni tamoman yo'qotish maqsadida irqiy qirg'inchilik harakatini keng ko'lamda qanot yaydirganligini, 36 milliondan ortiq xalqning DNA, ovoz va ko'z to'r pardasi avrishkisini yig'ib olganligini, Xitoyning keng ko'lamda jazo lagerlari va turmalarni qurib, hozirgacha 7-8 milliondan ortiq ommani qamaganligini, 25 mingdan 50 minggacha bo'lgan ommaning organlari uchun o'ldirilganligini, jazo lagerlari va turmalardagi Xitoyning dahshatli bostirish usullarini, har yili dunyodagi siyosiylarning bir yerga yig'ilib, qayta takrorlanmasin va'dasini yanglagandimi, buning faqat eg'izla qoladiganligini, 70 necha yildan buyon Sharqi Turkistonda davomlashib kelayotgan qirg'inchilikni to'xtatishga ahamiyat bermaganligini, xalqaro jamiyatdan bu masalani hal qilish, ya'ni irqiy qirg'inchilikni, mustamlika, ishg'oliyatni oxirlashtirishni talab qiladiganligini, buning birdan-bir chorasining Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, Sharqi Turkiston mustaqil bo'lganda ondan xalqning izzat obro'yining turli haq-huquqlarining kafolatga ega bo'ladiganligini, Amerikani o'z ichiga olgan erkinlik hurlikka ahamiyat beradigan davlat rahbarlarini, xalqaro jamiyatni Sharqi Turkistonning egalik huquqini qo'llashga chaqiradiganligini, agar Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati, mustamlika qilmishlariga sukut qilib, Xitoyning vahshiyliklarini ko'rmasga solganda, Xitoyning O'rta Osiyo, O'rta Sharq, Afrikagacha kengayib, Sharqi Turkistonga yurgizgan ishg'oliyat va irqiy qirg'inchilikni yurgizadiganligini, xalqaro jamiyatning irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish va'dasini ishga oshirishini, faqat Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirgandala irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va'dasini ishga oshirg'ili bo'ladiganligini, chunki bu irqiy qirg'inchilikning yuz berishining tub sababining Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olishi, mustamlikaga aylantirib olishi ekanligini, xalqaro jamiyatning kishilik huquq va tinchlik uchun bergan va'dasiga amal qilishini talab qiladiganligini, buning yolg'iz Sharqi Turkistonning kelajagi uchun foydali bo'lib qolmasdan, dunyodagi barliq davlatlarning kelajagi uchunmi foydali bo'ladiganligini, shunga birinchidan irqiy qirg'inchilikni tonish, e'tirof qilishni, ikkinchidan irqiy qirg'inchilikning tub yildizining Xitoyning Sharqi Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasi ekanligini tonishni, o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikning oldini olish va to'xtatish prinsipi bo'yicha Sharqi Turkiston xalqi va Sharqi Turkiston surgundi hukumatini himoya qilishni, Sharqi Turkiston xalqining mavjud bo'lish huquqi va erkin egalik huquqliq davlatini e'tirof qilishni talab qiladiganligini, Amerikani o'z ichiga olgan har qaysi davlatlardan Sharqi Turkiston xalqi va Sharqi Turkiston surgundi hukumatini himoya qilishni, Sharqi Turkiston xalqining kelgusida mustaqil davlatini idora qilishi, tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash uchun Sharqi Turkistonning mustaqilligini qo'llashini talab qiladiganligini, Xitoyning Amerikaning o'rnini egallab, dunyoni bo'ysundirishni maqsad qiladiganligini, shunga Trump hukumatining Xitoy bilan raqobatlashish uchun Sharqi Turkistonning mustaqilligini qo'llash fursatining borligini, xalqaro jamiyatning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy jinoyatchilarini jazolashni, Sharqi Turkistonni besilingan davlat deb tunishni, Sharqi Turkistonga diplomatik iqtisodiy ramka ichida yordam berishni, Sharqi Turkistonning Osiyoda mustaqil bir davlat sifatida qayta qad ko'tarishni kafolatlantirish uchun zarur qadamlarni olishni talab qilganligini aytdi. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining muavin raisi Sayragul Savutbay xonimmi jazo lagerlarida shahid bo'lgan Xitoyning dahshatli bostirish usullarini qayta tunishtirib o'tgandan keyin xalqaro jamiyatdan jiddiy harakatga kelib, Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qiladiganligini, buning birdan-bir chorasining Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, buning butun dunyo xalqining tinch, xotirjam yashashining kafolati ekanligini aytdi. Ondan Pentagonning sobiq Xitoy direktori Joseph Pesko apandi Sharqi Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishidan ilgari mustaqil davlat ekanligini ta'kidlab, Xitoyning kengayish kun tartibini to'xtatish vahshiy xiristlarga taqobil turishda Sharqi Turkistonni qo'llashning muhimligini ta'kidladi. Sinologist Bin Lawson Sharqi Turkistonning azaldan mustaqil bir davlat ekanligini, Xitoyning qonunsiz ishg'ol qilib olganligini, Sharqi Turkistonning mustaqil bo'lish haqqining borligini, Sharqi Turkistonning mustaqilligini qo'llash Xitoyning kun sayin kuchayayotgan asosli ta'siriga taqobil turishning axloqiy va strategik ehtiyojlarining biri ekanligini ta'kidladi. Sharqi Turkiston surgundi parlamentining muavin parlament raisi Abduvali Odam apandi muhim so'z qildi.
Sürgündeki Şarkı Türkistan hükümeti milletinin ümitçiliği. Ama o özü vekillik kılgan Şarkı Türkistan halkının aktif oluşundan ayrılmaydı. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgün hükümeti halkaranın itiraf kılışı, halkara sahnelerde kişilik hukukunu qoğdaş, müstakilliğini eslik keltiriş ve Xitayning ta'til teşvikatı karıştırış için lobinin siyasi, iqtisadi qo'llashi, shundoqla parlament a'zolari, fidoilar ve keng xalq omasining qo'llashiga muhtoj. Muajiratdagi har bir Sharqiy Turkistonlikning Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetini qo'llash majburiyati bor. Chunki u Sharqiy Turkistonliklarning erkinligi va izzat turmush uchun kurash qiladi. Parvosizlik, beshini ishga qo'yish yoki ko'zga ilmaslik, hatto e'tiborsizlashtirish hech to'g'ri bo'lmaydi. Irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilish xoinlikdir. Ey Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim, ey qarindoshlarim, sizlar vatandagi shu mazlum xalqqa, sizlarga hozirgi barliqlarni rizq qilib bergan yaratuvchi Allohga qanday yuz berasizlar? Hökumət Şərqi Türkistan dövlətlik kimlik kartası təşəbbüsünü oturğa qoyub əməliyləşdirgən olub, sürgündəki Şərqi Türkistan fuqarolarını rəsmi tizimlaş, ularning milliy kimligini kuchaytirish va mustaqillik ishlarini cho'rdab ittifoqlashni maqsad qilgan. Yig'in jarayonida iltimos qilgan qarindoshlarga kimlik karti tarqatildi. Baş minister Abdulahat Nur Apandi bu kartning Şərqi Türkistanning egilik huquqini qo'g'dash va muajiratga tavallik tuyg'usi bilan ta'minlashning kuchli bir qadam ekanligini ta'kidladi. Cumhur raisi Doktor Mamtimin A'lo Apandi Şərqi Türkistan hech qachon Xitoyning bir parchasi bo'lmagan. Uning mustaqillikni asliga keltirish birdan-bir chiqish yo'li nomli aqtashliq kitobni rasmiy e'lon qildi. 376 betdan tuzilgan bu tafsiliy hujjatlik asar yangidan qurilgan Sharq Turkiston siyosat instituti tarafidan nashr qilingan bo'lib, Xitoyning mustamlika, qirg'inchilik va istilo jinoyatlarini bayon qiladi. Beyjingning qora yolg'onlarga qarshi turib, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashning axloqiy va siyosiy zarurligini ifoda qiladi. Doktor Mamtimin A'lo Apandi yana bizning ko'rishimizga muhim obida bo'lib qolgusi bu aqtashliq kitob shuni aniq ko'rsatib beradiki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qiladigan birdan-bir yo'l dedi. Yig'in oxirida Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun tirishchilik ko'rsatib, qo'llayotgan ittifoqdoshlar mukofotlandi. Koreyalik Amerikalik jurnalist Sehon Kim va Ethan Goldman Xitoyning vahshiyligini oshkorlashni tashabbus qilganlik va Sharq Turkistonning mustaqilligini qat'iy qo'llaganlik uchun do'stlik ordeniga erishdi. Abdusemi Abdusalom Apandi va Hoji Mahmud Apandi butun umrini Sharqi Turkistonning mustaqilligiga bag'ishlaganlik uchun sadoqat ordeniga erishdi. Yig'indan keyin Amerika majlisining oldida namoyish elib berildi. Namoyishning tafsilotini keyingi xabarimizdan ko'rgaysizlar. Fransiya Uyg'ur birligi 2024-yili 12 noyabr seshanba kuni birinchi qatimliq Sharqi Turkiston Cumhuriyeti e'lon qilinganligining 91 yilligi va ikkinchi qatimliq Sharqi Turkiston Cumhuriyeti e'lon qilinganligining 80 yilligini xotirladi. Fəaliyyət Paris 18-ci rayonluq şəhər məmuriyyəti Fransiya Sosiallar Partiyasının qo'llashi bilan mazkur rayonning fəaliyyət zalida elib berildi. Fəaliyyətga Fransiyadagi Uyg'urlarni qo'llaydigan hukumat a'zolari, Fransiya Ozodlik gazetining tonilgan muxbiri, tonilgan yozuvchilar, Xitoyshunoslar, professorlar va uningdan boshqa Fransiyadagi turk tashkilotlarining rahbarlari, Tibet surgun hukumatining Fransiyadagi vakillari, Tibet o'quvchilar uyushmasining vakillari, Paris va atrofida yashaydigan Uyg'urlardan bo'lib, 100 dan ortiq odam faoliyatga qatnashdi. Uyg'urcha taom, nozu ne'matlar mehmonlarning huzuriga sunildi. Fransiya Uyg'ur birligining raisi Mirqadar Mirzat afandim echilish nutqi so'zlab, Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarni qisqacha tunishtirdi. Qarindoshlarni umidini yo'qotmaslikqa, irodalik, kuchlik bo'lishga, ajdodlarimizning izidan izchil mengib, Sharqi Turkiston mustaqil bo'lguncha kurashni davomlashtirishga chaqiriq qildi. Boshqa qarindoshlar va Sharqi Turkiston do'stlarimi muhim so'z qildi. Muborak bu istiqloling sharafshan. Abduri Sarvi. Quchoqlashdi hilol bilan ko'k osmon, shahid ko'zi tabassumda yumildi. Hurriyat deb tamg'an har bir tomchi qon uchun har bosh ehtiromda bukildi. Tangri teg'i cho'qqisida ko'k bo'ra, hilolliq ko'k osmoniga boqidi. Ko'k yaylini suyib o'tar shamollar, g'ulab qilib izhorini to'kidi. Un avlodi erk so'yar botir qavm, Tangri bergin hurriyating muborak.
Яу tapını çeyligen keng yaylaklar, selkin söygen şamalların mübarek. Jakarlaydı el atısı ey halkım, gülşenimiz ada kuzgun zağlardın, Rabbim ata kıldı bizge istiklal, vatan yüzü paklandı kül dağlardın. Türkistan'ın güzel şarkı parçası, bolsun namın ulug' şarkı Türkistan, şehit qini bilen numus aqlandı, qah qah etip külgin aziz Gülistan. Aziz vatan güzel şarkı Türkistan, Oğuz Hakan Karaxanilar makani, Uyghur, Özbek, Kazak, Tatar hem Kırgız, barcha Türkiye qanliq xalqim jamgohi. İstilada düşman aldı ıssiq can, ketdi tuproq daryo bo'lib oqtiqan, qurolimiz bo'ldi jasur ruhimiz, vatan uchun, erk uchun atalgan. Yovlar bilmez quroli do'q ne uchun, avlod uchun muqaddas bu vatanni, chunki yovuz düşman mangu yengilmas, adolat uchun atalgan bu yurakni. Darhaq, yovlar bilelmez hem alalmaz, en ahirki qo'rg'onimiz qalbimiz, imonimiz kuch bergachga haq yo'lda, shahid g'ozi bo'lish bo'ldi ahdimiz. Aziz vatan har bir g'irish tuprog'ing uchun qancha qiz ham yigit berdi jon, jonlar kessa kessun vatan ketmasun, dedik şuna derya derya oqtiqan. Şehit qizil qini singan tuprog'ing bo'ldi bugun xalqim İrem bağları, aziz xalqim qaddi amdi pükülmez, keldi g'urur, keldi izzat chog'lari. Dualarda g'amkin yoshlar to'kilmez, yov oldida g'urur amdi bükülmez, qiz yigitlar buvay mumay yuzini, g'am buluti besib dardlik pürilmez. Allah bergen qut ichida parlasun, aptap kabi nurluq illiq chiraylar, farishtalar jo'r bo'lsunki shodlanib, hurlik uchun salgan jo'shqin samoga. Tümen derya oynaqlagan suvları, Meşkiremning qizil cho'g'liq gulleri, Artuchumning shirin anjur bog'lari, Amdi tegmez sana yovning qo'llari. İdiqutning muzdek kariz suvlari, Qumulumning chilonzorliq bog'lari, Qash-tash aqqan yo'rinqashning bo'ylari, Ado sendin qanliq düşman panjisi. Alma hitliq ili daryo qoshlari, Baş ägim ey aşık maşuq makani, Teberrüküm küsen şahlar diyari, Yangrat bugün hürriyetning hurrasi. Tarım aqqın şohnaz bilen tolğunup, Zafer küyi yangratqın ey Zarafşan, Tangri teği beşin kökke taqassun, Mübarek bu istiqlaling Zarafşan. Kök samada üzgün erkin pak hilal, istiqlalning şadliqiga jo'r bo'lib, vatan qurgan aziz xalqim muborak, erkin tining ko'ksingizni to'ldirib. Quchoqlashdi hilal bilan ko'k osmon, shahid ko'zi tabassumda yumildi, hurriyat deb tomgan har bir tomchi qon uchun har bosh ehtiromda bukildi. Tangri teği cho'qqisida ko'k bo'ra, ilalliq ko'k osmoniga boqadi, ko'k yaylini suyib o'tar shamollar, g'ulab qilib izhorini to'kidi. Un avlodi erk suyar botur qavm, Tangri bergin hurriyating muborak, yov tapini chayligan keng yayloqlar, salkin so'ygan shamollaring muborak. Tangri teği üstideki qiyolar, izharimni jaranglatqin qaytirib, anglamagan jandar giyoh qolmasun, yovlar ketdi to'kmasun yosh qayg'urib. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.